Dunyo bo'ylab qancha odam nonushta, tushlik va kechki ovqatda aynan bir xil taomni iste'mol qilishi mumkinligi haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Guruch sayyora aholisining yarmidan ko'pi uchun shunchaki qo'shimcha taom yoki garnir emas, u muhim hayotiy oziqadir. Uni Osiyoning noni deb atashadi va bu mubolag'a emas. Bugun sahifamiz orqali ushbu mahsulot haqidagi qiziqarli ma'lumotlarni sizga yetkazmoqchiman. Dunyoda 3,5 milliard kishi har kuni guruch iste'mol qiladi. Bu sayyoradagi deyarli har ikkinchi odam degani. Osiyoda ushbu don mahsuloti kundalik kaloriya iste'molining katta qismini ta'minlaydi. Ayrim mamlakatlarda u inson yashashi uchun zarur energiyaning 70% gacha bo'lgan qismini beradi. Taqqoslash uchun dunyo aholisining umumiy soni 8 milliarddan sal ko'proqni tashkil etadigan bo'lsa, sholikorlik boshqa har qanday oziq-ovqat mahsulotlariga qaraganda ko'proq odamlarni o'zaro bog'lab turar ekan. Bug'doy va makkajo'xori ham muhim ahamiyatga ega. Biroq aynan guruch insoniyatning eng katta qismini oziqlantiruvchi ekin bo'lib qolmoqda. Nega aynan guruch? Birinchidan, guruch hatto kichik yer maydonlarida ham yuqori hosil beradi. Ikkinchidan, u boshqa donli ekinlar o'sa olmaydigan sharoitlarda, suv bosgan dalalar, past tekisliklar va qishda dengiz tomon, yozda esa dengizdan quruqlik tomon esadigan muson iqlim hukm suradigan hududlarda ham o'sa oladi. Uchinchidan, uni yillar davomida saqlash mumkin. Bu esa mavsumiy yomg'irlar yog'adigan hududlar uchun o'ta muhim. Milliardlab odamlar uchun guruch so'zi ovqat tushunchasi bilan bir xil ma'noni anglatadi. Sanskrit tilidan u ozuqa asosi degan ma'noni bildiradi. Sholi yetishtirish geografiyasi. Dunyo bo'ylab sholizorlarning umumiy maydoni 150 million gektardan oshadi. Bu taxminan Mo'g'uliston hududiga teng maydondir. Dunyodagi sholining 90% dan ortig'i Osiyoda yetishtiriladigan bo'lsa, umumiy hajmning qariyb 60% Xitoy va Hindiston hissasiga to'g'ri keladi. Keyingi o'rinlarda Indoneziya, Bangladesh va Vyetnam turadi. Guruch nafaqat Osiyoda, balki Antarktidadan tashqari barcha qit'alardagi 100 dan ortiq mamlakatlarda yetishtiriladi. Afrika, Janubiy Amerika va Yevropada ham sholizorlar mavjud. Yevropadagi sholining deyarli yarmi Italiyada yetishtiriladi. Har bir qit'a ushbu qadimiy boshoqli o'simlikni o'ziga xos sharoitlarga moslashtirib o'stirish yo'lini topgan. Xitoyning Lunsi guruch terrasalari esa mamlakatning eng mashhur tabiiy va muhandislik mo'jizalaridan biri hisoblanadi. Ajdarning umurtqasi nomi bilan tanilgan bu hudud Guilin shahridan 77 kilometr uzoqlikda, Guansichuan Muxtor tumanida joylashgan. Uning tarixi 650 yildan oshadi. Pog'ona qurilgan guruch dalalari dengiz sathidan qariyb 800 metr balandlikgacha cho'zilgan. Bu maskan har faslda turlicha manzara kasb etadi. Bahorda suvga to'lgan dalalar osmonni oynadek aks ettirsa, yozda yashil guruch nihollari tog'larni qoplaydi. Kuzda pishgan guruch maydonlari oltin rang to'lqinlarni eslatadi. Qishda esa terrasalarni qirov qoplab, betakror qishki manzara hosil qiladi. Guruch milliardlab insonlar uchun shunchaki savdo mahsuloti emas, u insoniyat hayotini ta'minlovchi vosita, omon qolishning tayanchidir. U qit'alar, xalqlar va madaniyatlarni birlashtiradi. Shu sababli Birlashgan Millatlar Tashkiloti 20-sentyabr kunini Butunjahon guruch kuni deb e'lon qilgani bejiz bo'lmasa kerak.